Yurtimizda xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi faolligi alohida qadrlanadi. Turli ma'naviy, sport va ijtimoiy tadbirlar orqali ularning salohiyati namoyon etilishda davom etyapti. Tashkil etiladigan turli musobaqalar orqali sog'lom turmush tarzi targ'ib qilinadi va jamoaviylik ruhi mustahkamlanadi. Ana shunday sport musobaqalaridan biri Andijon viloyatining Xonobod shahrida ham o'tkazildi. Hozir shu haqida. Vatanparvar tashkiloti Xonobod shahar o'quv sport texnika markazi tomonidan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan "Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol" shiori ostida harbiy amaliy ko'p kurash bo'yicha vatanparvar kubok uchun sport musobaqalari tashkil etildi. Mazkur musobaqa Xonobod shahridagi turli hamkor tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan ayollar o'rtasida o'tkazilib, ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Sport musobaqalari davomida ishtirokchilarga bayramona kayfiyat bag'ishlanib, ayollarning jamoaviy hamjihatligi namoyon bo'ldi. Musobaqada asosiy tarkibi 5 nafar ishtirokchilardan iborat jamoalar qatnashib, 20 yoshdan yuqori bo'lgan ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan 60 nafar xotin-qizlar ishtirok etdilar. Bellashuvlar murosasiz kurashlar, qizg'in raqobat ostida kechdi. Har bir jamoa g'alaba uchun bor kuch va mahoratlarni ishga soldilar. Bu sport musobaqasini o'tkazishdan asosiy maqsad ayollarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish, qolaversa yosh o'sib kelayotgan avlodlarga o'rnak bo'lishni targ'ib qilish maqsadida shu sport tadbiri o'tkazildi. Musobaqa yakuniga ko'ra to'plangan ballar asosida g'oliblar jamoaviy tartibda aniqlandi. Musobaqaning g'olib va sovrindorlari Vatanparvar tashkiloti Xonobod shahar o'quv sport texnika markazi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab Vatanparvar musobaqa o'tkazib berganligi bizga juda ham kayfiyatimizga, juda ham ruhiyatimizga ta'sir qildi va qaradik raqib komandaga, yo'q, biz o'zimizga o'zimiz va'da berdik. Faxrli birinchi o'rinda olib maktabimizga Vatanparvar kubogini olib ketishni niyat qildik va niyatimizga yetdik. Mazkur sport musobaqalari xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi faolligini namoyon etuvchi muhim maydon bo'la oldi. Bugungi kunda Vatanparvar tashkiloti Xonobod shahar o'quv sport texnika markazida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, markazda pnevmatik miltiqdan o'q otish sport turi bo'yicha seksiya faoliyat yuritib, bunda 50 nafardan ortiq yoshlar muntazam shug'ullanib kelishmoqda. Bundan tashqari markazda B va BS toifalariga haydovchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari, malakali o'qituvchi instruktorlar tomonidan zamonaviy o'quv xonalari hamda yangi avtomobillarda olib borilmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.